Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida respublikaning turli viloyatlaridan barcha yosh toifalarida 100 dan ortiq velosipedchilar ishtirokida Velo shosse musobaqasi o'z yakuniga yetdi. Agar birinchi kuni 25 kilometrga teng masofadagi individual poyga o'tgan bo'lsa, ikkinchi kuni sportchilarni qiyinroq sinov kutib turgan edi. Turli masofalardagi guruh poygasi. Shu tariqa erkaklar va o'spirinlar 129 kilometr masofani bosib o'tdilar. Ayollar va yoshlar poygaga biroz keyinroq qo'shilib 88 kilometr, qizlar va o'smirlar esa 44 kilometr masofada bellashdilar. Poyga yoqimli syurprizlarga boy bo'ldi. Yoshlar yetakchilikni o'z qo'llariga olib, tajribali jamoadoshlarini ortda qoldirishdi. Kamron Mirzo Mirzarahimov 3 soat 36 daqiqa 19 soniya natija bilan birinchi bo'lib marra chizig'ini bosib o'tdi. Qolganlar yetarlicha katta farq bilan uning ortidan yetib kelishdi. Скажите, как так вышло, что вы сегодня обошли? Qanday qilib barchani ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldingiz? Шли на финиш первым. Так получилось, что мы с группы отъехали почти в конце. Shunday bo'ldiki, biz asosiy guruhdan finishga 60 kilometr qolganda biroz ortda qola boshladik. 3 kishi edik, keyin yana 2 kishi qo'shildim. Shundan so'ng harakat qilib umumiy guruhga yetib oldik. Keyin men hammadan oldinga chiqib ketishga qaror qildim va buni uddaladim. O'z kuchimni sinab ko'rdim. Tayyorgarligim yaxshi edi. Murabbiyimga minnatdorchilik bildiraman. Eng asosiysi bu to'g'ri harakat, bosim va maqsad sari odimlash. Bu safar musobaqa Asaka banki bilan birgalikda o'tkazilgan bo'lib, sovg'alar o'rniga g'olib va sovrindorlarga pul mukofotlari berilgan. Eng yaxshi ko'rsatkichlarni qayd etgan sportchilar qatoriga Umidjon Baxtiyorov, Dmitriy Bacharov, Shukrullo Ahmadaliyev, Abduhamid To'ychiyev, Safiya Karimova, Irina Berejina, Anna Kulikova, Madina Kaharova, Valeriya Gam, Kseniya Li, Asal Rizayeva, Bekzod Bahodirov, Nikita Stenkovoy, Anastasiya Otchenko, Bekzod Nurmatov va opa-singillar Anna va Yanina Kuskovalar kirishdi. Сегодняшняя гонка прошла довольно... Bugungi poyga juda qiziqarli o'tdi. Hamma jon jahdi bilan birinchi o'rin uchun kurash olib bordi. Hech kim jarohat olgani yo'q. Bu juda quvontiradi. Bu kabi musobaqalar amaliyot uchun yaxshi imkoniyat bo'lib, shu bilan birga yangi iste'dodlarni kashf etishda muhim o'rin tutadi. Juda shiddatli, chiroyli bahsni kuzatdik va bu bahsda bizga avvalambor o'sha viloyatdan kelgan Farg'ona, Xorazm viloyatlaridan, Samarqanddan kelgan yosh iqtidorli sportchilarimiz bugungi chiroyli bahsni ko'rsatishdi va buni natijada isbotlashdi va albatta bu narsa bizlarni quvontiradi. Milliy federatsiyamizni, milliy terma jamoa murabbiylarini va mana bizdek hakamlar ham yangi qaldirg'ochlarimiz chiqayotganidan biz juda mamnunmiz va o'ylaymizki, xalqaro musobaqalarga chiqqanda ushbu sportchilarimiz Samarqand, Farg'ona, Xorazm viloyatlaridan yetarli ochkolar yegan holatda olimpiadaga litsenziya qo'lga kiritish uchun o'z hissalarini qo'shishadi. Velosiped sporti federatsiyasi vakillarining so'zlariga ko'ra, may oyida velosipedchilarimiz qo'shimcha olimpiya litsenziyalariga ega bo'lish uchun Belgiyada bo'lib o'tadigan turnirda ishtirok etishadi.